Assalomu alaykum hammaga. Men Azimjon Tojiboyev 15 yildan ortiq boshqaruv sohasida tajribaga egaman. Hamda HR, marketing yo'nalishlari bo'yicha katta proyektlarni amalga oshirgan Komiljon Abdurahmonov bilan birga Amarant turga asos solganmiz. Bizning asosiy faoliyatimiz korporativ turlarni tashkil etish. Agar siz Amarant tur bilan korporativ sayohat qilsangiz, nimalarga ega bo'lasiz? Kompaniyangiz va budjetingizga mos bo'lgan yo'nalish tanlaymiz. O'zimiz maslahat beramiz. Viza va boshqa hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Gid xizmati deysizmi, turli xil ekskursiyalar, qisqasi, sayohatga oid barcha narsalarni o'zimiz tashkillashtiramiz. Xullas, siz biznes egasi sifatida hech narsaga bosh qotirmaysiz. Hammasini noldan o'zimiz tashkillashtiramiz. Shu vaqtgacha biz bilan ishlagan kompaniyalar buni tajribada sinab ko'rishdi va qayta yana bizga murojaat qilishdi. Bu katta ishonch. Ismoilga xabaringiz bor, aprel oyida Serena Pharma kompaniyasining 30 ta xodimini Tailand safariga jo'natdilar. Bunaqa katta jamoani nima sababdan sayohatga jo'natasizlar? Yaxshi o'zini ko'rsatayotgan kompaniya ravnaqi uchun o'zini ayamasdan ishlayotgan xodimlarni o'zini hurmat qilgan kompaniya shunaqa rag'batlantirib turadi. Chet el sayohatlariga jo'natib, yana ham motivatsiyasini oshirishga harakat qiladi. O'z xodimlarimizni rag'batlantirish, ularning motivatsiyasini oshirish maqsadida shunaqa sayohatlarga jo'natib turamiz. Moliyaviy bonus yoki buyum bilan nimadir berishdan ko'ra sayohatning farqi nimada deb o'ylaysiz? Odam faqat moddiy emas, ma'nan ham dam olish kerak. O'zi ko'rmagan, o'zi bilmagan joylarni o'zi uchun kashf qilish kerak. O'shandagina uni yana ham ishlagisi, yana ham o'zi kashf qilmagan joylarni kashf qilgisi, ko'rgisi kelaveradi. Bu narsa uni motivatsiyasini oshiradi. Amarant tur bilan ishlashda sizga nima turtki bo'ldi? Bitta, ikkita tur kompaniyalarini tekshirmaymiz. Unga yaqin tur kompaniyalarga aloqaga chiqamiz. Ularni takliflarini o'rganib chiqamiz va eng optimal, eng sifatli sayohatni kim bera olsa, o'shan bilan ishlaymiz. Bu safar Amarant tur bilan ishlashimizning asosiy sababi shu. Ham moliyaviy jihatlama ham sifat jihatlama ham eng yaxshi taklif berilganligi uchun biz Amarant tur bilan hamkorligimizda bo'lgan sayohat qanaqa bo'lib o'tdi? Shu haqida fikringizni bir og'iz aytib o'tsanglar. Bu galgi Turkiyaga qilgan sayohatimiz ayol qizlar bilan juda ham zo'r o'tdi. Amarant turga kattakon rahmat aytmoqchimiz. Keyingi sayohatlarimizda ham birgalikda ishlash niyatidamiz. Xudo xohlasa, keyingi sayohatlarimizda ham siz bilan birgamiz. O'zbekistondagi birinchi IELTS 9 sohibi, birinchi ekzamener desak ham bo'ladi. O'zining kuchli jamoasidan, kuchli komandasi liderlarni yig'ib, o'zi boshchiligida har yil sayohatga olib chiqadi. Mana hozir Monkey Islanddan birga qaytyapmiz. O'zlaridan biroz so'raymiz. Fikrlari qanaqa? Bekzod Murahmedov, fikrlaringiz kerak jamoangiz ishlari bilan xolos. Bu yil mana xudo xolasa ikkinchi sayohatimiz o'tganda Dohaga sayohat qilgandik. Bu yil mana Vyetnamga keldik, Naqshanga va bolalar maza qilishyapti. Energiyaga to'lib, kayfiyatlar ko'tarilib, jamoa misol uchun 2026-yil 2025-yildagi o'sha charchoqlarni chiqazib olib 2026-yilda yana shu kuchga to'lib ingliz tili o'qitishga tayyor, xudo xolasa. Yuqorida ko'rib turganingizdek, xodimlaringizga sayohat tashkillashtirib motivatsiyasini oshirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Amarant turda ko'rishguncha.